Diqqat, bu ma'lumot juda muhim. Men hozir sizga pensiya, nafaqa, subsidiya, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lov olayotgan fuqarolar uchun eng og'riqli masalani tushuntirib beraman. Gap shunchaki navbatdagi yangilik haqida emas. Gap pulingiz vaqtida tushishi yoki to'xtab qolishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketyapti. Ayniqsa hujjatlarda xato bor, yashash manzili o'zgargan, bank kartasi yangilangan, daromadi yoki oilaviy holati o'zgargan odamlar diqqat bilan eshitsin. Chunki ayrim holatlarda odam o'zi bilmagan holda xavf guruhiga tushib qoladi. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Qaysi odamlar xavotir olishi kerak, qaysilar xotirjam bo'lishi mumkin, qanday xatolar to'lov to'xtashiga olib keladi, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, bularning hammasini oddiy tilda aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam pulidan, vaqt inidan va asabidan yutadi. Avval ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ariza, qo'lda tekshirish va joylardagi xodimlarning tasdig'i orqali yurardi. Masalan, kimdir nafaqa olayotgan bo'lsa, uning oilaviy ahvoli, yashash joyi, daromadi yoki boshqa holatlari ko'p hollarda odamning o'zi olib kelgan hujjatlar asosida ko'rilardi. Agar hujjat eskirgan bo'lsa ham ayrim joylarda bu darrov sezilmasdi. Agar bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, odam bir necha kun kechikib bilardi. Agar pasport ma'lumotda farq bo'lsa, masala keyinroq ochilardi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari ma'lumot almashini kuchaymoqda. Soliq, bank, kadastr, FDIO, migratsiya, bandlik, pensiya va ijtimoiy himoya tizimlari bir-biriga bog'lanib boryapti. Bu nimani anglatadi? Endi odamning arizasidagi gap bilan elektron bazadagi ma'lumot mos kelmasa, tizim buni ko'rib qolishi mumkin. Fuqaro o'zini ishsiz deb ko'rsatgan, lekin soliq bazasida uning nomiga daromad tushgani ko'rinib turibdi. Yoki ayol bolalar nafaqasi olyapti, lekin oila tarkibida o'zgarish bo'lgan. Nikoh, ajrim, vafot yoki doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Yoki pensioner boshqa hududga ko'chib ketgan, lekin to'lov eski manzil bo'yicha yurib turibdi. Eng asosiy o'zgarish shuki, endi ijtimoiy to'lovlarni olishda faqat men shu ahvoldaman deyish yetarli bo'lmaydi. Ma'lumotlar mos, yangilangan va isbotlangan bo'lishi kerak. Men buni oddiy qilib aytaman. Agar siz haqiqatan ham to'lovga haqli bo'lsangiz, qo'rqmang. Lekin hujjatlaringiz tartibda bo'lishi shart. Agar biror ma'lumot noto'g'ri, eskirgan yoki yashirilgan bo'lsa, muammo shu joydan boshlanadi. Birinchi navbatda xavf ostida degani hamma odam ertadan pul olmay qoladi degan emas. Bu iborani to'g'ri tushunish kerak. Xavf ostida degani tekshiruv, qayta ko'rib chiqish yoki ma'lumotlarni solishtirish jarayonida ayrim oluvchilarning to'lov vaqtincha to'xtashi, qayta hisoblanishi yoki hujjat talab qilinishi mumkin degani. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan holatlarni ko'raman. Odam to'lovni qonuniy oladi, lekin bitta hujjat yangilanmagani uchun 10 kun, 20 kun, ba'zan bir oy yurib qoladi. Muammo pulga haqqi yo'qligida emas, hujjat tartibida emasligida bo'ladi. Masalan, bir oilani olaylik. Oilada xotin va 3 farzand bor. Xotin bolalar nafaqasi oladi. Ariza topshirilgan paytda rasman ishlamagan. Keyin mavsumiy ishga kirib, kartasiga oyiga 2 million so'm, keyingi oy 3 million so'm tushgan. Oila bu pulni doimiy ish emas, vaqtinchalik yordam deb o'ylaydi. Lekin elektron tizim uchun bu baribir daromad sifatida ko'rinadi. Agar oilaning umumiy daromadi belgilangan mezondan oshib ketsa, nafaqa qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda men bilmagan edim degan gap ko'p hollarda vaziyatni darhol hal qilib bermaydi. Chunki tizim raqamga qaraydi. Yana bir misol. Pensioner ota plastik kartasini almashtirgan, lekin yangi karta rekvizitlari to'lov tizimida yangilanmagan. Pensiya tayinlangan, pul chiqarilgan, lekin bank orqali o'tishda muammo paydo bo'lgan. Odam pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida esa sabab karta muddati, bank rekviziti yoki identifikatsiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi xulosa shuki, to'lov kelmasa, darrov vahima qilmang. Avval sababini aniqlang. Men eng avvalo quyidagi toifadagi odamlar diqqatli bo'lishini aytaman. Birinchisi, daromadi o'zgarganlar. Siz yoki oila a'zolaringizdan biri ishga kirgan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlik ochgan bo'lsa, dehqonchilikdan, ijara berishdan, xizmat ko'rsatishdan yoki karta orqali muntazam tushum olayotgan bo'lsa, bu ma'lumotlar tekshiruvda ko'rinishi mumkin. Bu darhol to'lov bekor bo'ladi degan emas, lekin mezonlarga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchisi, oila tarkibi o'zgarganlar. Tug'ilish, nikoh,
ajrim, vafot, farzandning 15 yoshga to'lishi, talabalikka kirishi yoki o'qishni tugatish kabi holatlar to'lovga ta'sir qiladi. Oddiy misol, bola 15 yoshga to'ldi. Lekin oila hali ham eski tarkib bo'yicha yordam olyapti. Tizim buni aniqlasa qayta hisoblash bo'ladi. Yoki aksincha, oilaga yangi farzand tug'ilgan, lekin hujjat kiritilmagan. Natijada oila o'ziga tegishli yordamni kamroq olayotgan bo'lishi ham mumkin. Uchinchisi, yashash manzili o'zgarganlar. Ko'p odam vaqtincha boshqa tumanda yashaydi, lekin ro'yxat eski joyda qoladi. Ijtimoiy yordam. Mahalla orqali beriladigan xulosa yoki hududiy tekshiruvlarda bu katta masala. Agar siz Toshkentda ishlayotgan bo'lib, ro'yxatda viloyatda tursangiz yoki aksincha yordam so'ralgandan manzilda amalda yashamasangiz, savollar tug'ilishi tabiiy. To'rtinchisi, mol mulkida o'zgarish bo'lganlar. Nomiga uy, mashina, yer, do'kon, noturar joy yoki boshqa aktiv rasmiylashtirilgan odamlar ijtimoiy yordam mezonlarida alohida tekshiriladi. Masalan, ba'zan odam mashinani qarindoshiga olib beradi, lekin hujjatda o'z nomiga rasmiylashtiradi. Keyin yordam so'raganda tizim sizda avtomobil bor deb ko'rsatadi. Odamning real hayotida mashinadan foyda ko'rmasligi mumkin. Lekin huquqiy tomondan mulk uning nomida turibdi. Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, daromadingiz yashirilmagan bo'lsa, oila tarkibingiz bazalarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa va siz to'lovni qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz, vahima qilishga hojat yo'q. Tekshiruvlar, raqamlashtirish va ma'lumot almashinuvi aslida halol oluvchilarni himoya qilishi kerak. Chunki tizim noto'g'ri tayinlangan to'lovlarni kamaytirsa, haqiqatan ehtiyojmand oilalarga resurs ko'proq yetib boradi. Lekin men bu yerda muhim narsani aytaman, men haqliman deyishning o'zi yetmaydi. Men buni hujjat bilan ko'rsata olaman degan holatda bo'lish kerak. Masalan, nogironlik nafaqasi olayotgan odamning tibbiy hujjati, muddatli xulosasi, qayta ko'rik sanasi aniq bo'lishi kerak. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilada farzandning o'qishi bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lishi zarur. Bolalar nafaqasida esa oila tarkibi, daromad va yashash holati eng muhim omillardan hisoblanadi. Birinchi vaziyat. Shahnoza opa 2 farzandi uchun nafaqa olayapti. Turmush o'rtog'i Rossiyada ishlaydi, lekin pulni har oy karta orqali yuboradi. Opa bu pulni erimning yordami deb hisoblaydi. Ijtimoiy to'lovga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Ammo tizimda muntazam pul tushumi ko'rinsa, bu oilaning daromadi sifati bog'lanishi mumkin. Agar har oy 10 million so'm tushayotgan bo'lsa, oilaning jon boshiga daromadi hisoblanadi. Natijada yordam qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda muammo pul kelganida emas, uni daromad sifatida hisobga olish tartibini bilmaslikda. Ikkinchi vaziyat. Akmal aka pensioner. U 12 yoshda pensiyasini olayapti. Bir kuni pensiya kechikadi. U darrov pensiyamni to'xtatishdi deb bankka boradi. Bankda karta faol emasligi aytiladi. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. U yerda plastik karta rekvizitlari yangilanishi kerakligi ma'lum bo'ladi. Ikki joyga borib ariza yozadi, karta ma'lumotini beradi. Muammo hal bo'ladi. Agar u sababini bilmasdan uyda kutib o'tirganida kechikish cho'zilib ketardi. Uchinchi vaziyat. Bir oilada farzand talaba bo'lgan. Oila boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Talabaning o'qishi davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumot o'z vaqtida yangilanmasa to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Ota-ona bola o'qiyapti-ku deydi. Lekin tizimga bu ma'lumot kirishi kerak. Shuning uchun har o'quv yilida talab qilinadigan ma'lumotnomalar, elektron tasdiqlar va muddatlarga e'tibor berish juda muhim. 4-vaziyat. Gulbahor opa mahalladan moddiy yordam so'raydi. Uning nomida eski nexa bor. Mashina 10 yildan beri akasida yuradi. Lekin rasmiy hujjatda opa egasi bo'lib turibdi. Tekshiruvda mol-mulk chiqadi. Opa bu mening mashinam emas deydi. Lekin hujjatda uning nomi yozilgan. Bunday vaziyatda muammo og'zaki gap bilan hal bo'lmaydi. Mashina kimniki bo'lsa, huquqiy jihatdan ham o'sha odam nomiga rasmiylashtirish kerak. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Pensiya, nogironlik nafaqasi, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ishsizlik nafaqasi, subsidiya, kompensatsiya, kommunal yordam bularning hammasi bir xil tartibda berilmaydi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan yondashuv xato. Qo'shningizning oila tarkibi boshqa, daromadi boshqa, mol-mulki boshqa. Ro'yxatdagi holati boshqa bo'lishi mumkin. Ba'zi daromadlar hisobga olinadi, ba'zilari alohida tartibda ko'riladi. Ba'zi mulklar yordam olishga ta'sir qiladi. Ba'zi holatlarda esa istisno bo'lishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs uchun zarur bo'lgan transport vositasi yoki yashash uchun yagona uy masalasi turlicha bog'lanishi mumkin.
Lekin bunday narsalarda men doim bitta maslahat beraman. Taxmin qilmang, yozma tartibda aniqlashtiring. Mas'ul tashkilotdan og'zaki javob eshitish yaxshi, ammo muhim masalada ariza orqali javob olish yanada ishonchli. Yana bir nozik jihat bor. Ba'zi odamlar agar daromadini aytmasam bilishmaydi deb o'ylaydi. Hozir bu juda xavfli fikr. Bank tushumlari, soliq ma'lumotlari, kadastr yozuvlari, FHDdagi o'zgarishlar, hatto ayrim hollarda bandlik ma'lumotlari tizimlar orqali ko'rinishi mumkin. Agar noto'g'ri ma'lumot asosida to'lov olingani aniqlansa, nafaqat to'lov to'xtashi, balki ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi ham chiqishi mumkin. Men buni ogohlantirish sifatida aytyapman. Bugun kichikdek ko'ringan xato ertaga katta qarzga aylanishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xavf muddati o'tgan hujjatlardir. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan, lekin boshqa tizimlarda eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Familiya o'zgargan, nikohdan keyin hujjatlar almashgan. Lekin bankda eski ism turibdi. Bunday holatda to'lov texnik sabab bilan qaytishi mumkin. Odam esa sababini tushunmay, idora yuradi. Ikkinchi, xavf vakillik va ishonchnoma bilan bog'liq. Masalan, keksa ota-onaning pensiyasini farzandi olib beradi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki bank identifikatsiyasi talab qilinsa, pul berilmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma muddati, notarial tartib, bankdagi biometrik yoki shaxsni tasdiqlash jarayonlarini oldindan tekshirib qo'yish kerak. Uchinchi, xavf qarindoshlar nomiga rasmiylashtirilgan mol-mulk. Oilada ko'p narsa nomimda tursin, keyin o'tkazib olamiz deb yuradi. Lekin ijtimoiy yordamda hujjatdagi egasi muhim. Agar sizning nomingizda 2 uy, bitta mashina yoki tadbirkorlik obyekti tursa, real foydalanmayotganingizni isbotlash oson bo'lmasligi mumkin. 4-xavf, bank kartasidan notanish tushumlar. Ba'zi odamlar kartasini qarindoshiga berib qo'yadi. Do'sti savdo pulini o'tkazadi, kimdir plastik orqali pul aylantiradi. Keyin ijtimoiy yordam tekshirilganda kartada katta tushumlar ko'rinadi. Bu mening pulim emas edi deyish mumkin, lekin buni hujjat bilan tushuntirish kerak bo'ladi. Shuning uchun o'z kartangizni boshqalarning pul aylantirishiga bermang. Bu oddiy maslahat, lekin oqibati juda jiddiy bo'lishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 6 yoki 12 oy ichida oilangizda nima o'zgarganini yozib chiqing. Kim ishga kirdi, kim ishdan chiqdi, kim o'qishga kirdi, kim o'qishni tugatdi, kim turmush qurdi, kim ajrashdi, kim boshqa manzilga ko'chdi, kimning nomiga mulk rasmiylashtirildi. Bularning har biri to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. ID, karta yoki pasport, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, vafot etganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, talabalik ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari, kadastr hujjatlari, mehnat shartnomasi yoki ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Men har doim hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlashni tavsiya qilaman. Telefoningizda rasm qilib qo'yish ham foydali, lekin rasm xira bo'lmasin. Barcha raqam va muhrlar aniq ko'rinsin. 3-qadam, to'lov kechiksa, birinchi bo'lib bankni tekshiring. Karta faolmi, muddati o'tmaganmi, rekvizit o'zgarmaganmi, blokirovka yo'qmi, shaxsni tasdiqlash talab qilinmayaptimi? Agar bankda muammo bo'lmasa, keyin to'lovni tayinlagan tashkilotga murojaat qiling. Pensiya bo'lsa, pensiya bo'limi, ijtimoiy nafaqa bo'lsa, ijtimoiy himoya organlari yoki mahalla orqali. Subsidiya bo'lsa, tegishli xizmat markazi yoki mas'ul idora orqali aniqlang. 4-qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga to'xtatilgan, qayta ko'riladi. Hujjat yetishmaydi deyishsa, qaysi hujjat, qaysi muddatgacha, qaysi asos bilan kerakligini aniqlang. Ariza yozayotganda quyidagicha mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan to'lovning kechikish yoki to'xtatilish sababini tushuntirib berishingizni. Zarur bo'lsa yetishmayotgan hujjatlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Arizada ism, familiya, pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili va to'lov turi aniq yozilsin. 5-qadam. Ortiqcha tushum va noto'g'ri ma'lumot bo'lsa yashirmang. Masalan, sizga yordam tayinlanganidan keyin ishga kirgan bo'lsangiz, buni vaqtida bildirgan ma'qul. Chunki keyin tizim buni o'zi aniqlasa, nega xabar bermadingiz degan savol chiqadi. Oldindan xabar berish ko'p hollarda muammoni yengillashtiradi. Bu huquqiy madaniyat masalasi ham, moliyaviy xavfsizlik masalasi ham. 6-qadam, har bir murojaatni qayd bilan qiling. Davlat xizmatlari markazi, mas'ul idora, mahalla, bank yoki onlayn portal orqali murojaat qilganingizda ariza raqamini saqlab qo'ying. Kimga, qachon, nima masalada murojaat qilganingizni yozib boring.
Chunki keyin masala cho'zilsa, men aytganim emas. Mana ariza raqami, mana sana deb gapirasiz. Men tomoshabinlarga yana bir narsani qat'iy aytaman. İnternetda tarqalayotgan har bir xabarga ishonib, darrov pul to'lash. Vositachiga murojaat qilish yoki kartangiz ma'lumotlarini berish mumkin emas. Nafaqangiz to'xtamasligi uchun shu havolaga kiring. Subsidiya olish uchun karta raqamingizni yozing. Pensiyani tekshirib beramiz degan xabarlar ko'pincha firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech kimga SMS kod bermang, karta parolini bermang, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini aytmang. Davlat to'lovi masalasi rasmiy idora, rasmiy portal yoki bank orqali tekshiriladi. Agar siz yoshi katta odam bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga ham tushuntiring. Firibgarlar aynan yoshi kattalarni ko'p nishonga oladi. Pensiyangiz blok bo'ldi. Hozir kodni ayting desa, darrov telefonni o'chiring va bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. To'lovni saqlab qolaman deb kartadagi bor puldan ayrilib qolish eng achinarli holatlardan biri. Bugungi asosiy gap shuki, ijtimoiy to'lovlar, pensiya, nafaqa, subsidiya va moddiy yordam bo'yicha nazorat kuchaygan sari hujjatdagi xatolar, yashirilgan daromadlar, eskirgan ma'lumotlar va bankdagi texnik muammolar tezroq ko'rinadi. Bu halol oluvchilar qo'rqish kerak degani emas. Bu o'z holatini tartibga keltirmagan, hujjatini yangilamagan yoki o'zgarishlarni vaqtida bildirmagan odamlar muammoga duch kelishi mumkin degani. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangiz faol ekanini biling. Oilaviy tarkib va daromad bo'yicha ma'lumotlaringiz mosligini aniqlang. Agar to'lov kechiksa, sababini yozma ravishda so'rang. Eng muhimi, vahima bilan emas, tartib bilan harakat qiling. Tartibli hujjat, aniq ariza va rasmiy javob sizni ko'p muammolardan himoya qiladi. Sizda pensiya, nafaqa yoki subsidiya bo'yicha shunday muammo bo'lganmi? To'lov kechikkanmi? Hujjat so'rashganmi? Bank kartasi sabab bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim mavzularni oddiy xalq tushunadigan tilda tushuntirib boraman.